ismim Enver. Assalamu alaikum Diliyar Bey. Ahmet Bey. Şu vaxtlar hayırlı olsun. Hemen aldın katım bir neslen aldın katım Diliyar Bey çıkan vaxtda ama o Uyghur çevrelerinin hükümetinin oxbaqtınlarmı dep sual sorab, mesela gene de çıkıp ketken için olandan oxbaqtım. Şuna hem bir yerde ben bir yet türlükte bir sual teyarladım. Ben onu 5 minut tutuşturuşla eğer Diliyar Bey halisa ya bu 7 sualdaki çıkki dese sormayayım. 7 sual olsa ağzaki diyetim. 7 sual degenim alaqat cevap berdigan suallar emas, fakat men o'qidim alaqat chimimning natijasini. Şunun alaqada payda bo'lgan 7 sual. Nima manda olsun, bana karşı, benim gibimge karşı noktalarını alaylı, okşaş noktalarını okşaş tekrarlap qalsak qilib. Tamam. Karşı noktalarını aldım ben. Yüzünüz eğer halimisanız uzayıp ketdi dese to'xtang desa chiqib ketaman. Tamam? Tamam, bak qisqaroq to'xtasin. Ben hazır şu sözlerini qilsam, Uyg'ur sotining echilishining maqsadi men o'qib bo'lgandan keyin bu Xitoylarning Uyg'urlarga qaratgan genosidni, ya'ni irqiy qirg'inchilikni qonuniy jihatdan isbotlash emas, balki Xitoyning qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik darajasini kichikirtish deb tushundim o'qib bo'lgandan keyin. Ondan sabablarim hozir deyman. Birinchi sabab vatanning nomini Ekşi Şinjan deb ağını dedi aldın qatim. Ama nima uchun ağanligini qaraz debdi ki bu bir politikal ism emas ekan, ama coğrafiyalik ism ekan. Bunda olsa hech kim xafa bo'lmaydi ekan. Biz bilamiz bunda olsa hamda Sharq Turkiston deyilganlarni hammalar xafa bo'lamiz, ammo Xitoylar qat'iy xafa bo'lmaydi. Endi bu yerda bular xafa bo'lmaydi deganda kimni maqsad qildi, uni bilmadim. Ve onu bu politikal isim emas, bu pek natural isim debdi. Belki bu doqqan natural keldiga o'xshaydi. Ondan ikkinchisi insoniyat qachonaydi deganda, inson qachonaydi tushunganimda bir davlat apparatining ma'lum bir to'plamga qatilgan sistemalik hujumi debdi. Ve bunu qilgan vaqtda Xitoylarninki o'zining odamlarga qilib kelgan. Masalan, o'zining odamlar deganda men tushunganlarim masalan Falun Gongchilar va yoki boshqalar bor. Hamda men Uyg'urlar qaratqandimi? Xitoyning o'zining adamiyati, shu ular qilib ketgan shu bo'lbek chekvasmaydi bu degan bir narsani purtib o'tibdi. Va buningki yuqori taraf bilimga desa, yuqori buyruqni bilgan bilan tafsilotni bilmaydi deb bir yasab o'tibdi. Endi uchinchisi men guvohlar obdanlar ketdi. Sizlarninki aşağıda sot jarayonida endi yig'lab turib, echinishlar qayda ekanligini anlatganlar, bagan sochlar bagan ta'siri nima ekan desa, sochlar esalar sizlar bular burundan tortib Xitoyga o'ch bo'lg'achqa qaysi hikoyalarni ashuna qilib da'vat debdi. Ya'ni bir sotda agar sotchi sizningki mush vaqalik yuz berishdan birisiga qarata agar o'chmalikningiz bor deb qarasa, sizning isbotingiz chak basmaydi uninga, jinoyatga. Ya'ni sizlar aparativ yig'iltibgan, sizlar yig'latganlar urug' tuqqanlaringlarninki ve zaman uşağa ziyan geçin emas, böyle Xitoyga bo'lgan o'chmaliklar sababini anda yig'lab ketdi. Sochiga bergan ta'siratini. Yani bunu birisi demasa, mencha chuqur biras o'gatga o'xshaydi sochlarga, bular Xitoy burun tortib o'chib shunda yig'latdi deb. Ondan qamalga Uyg'urlarni bayon qilgan vaqtda debdiki, sotlamaylan qonvetdi deganda bu yerga meni qiziqar yerim, Angliya qator davlatlar misol qilibdi, ularni terroristlar bo'lgunchilarni so'roq qilmaylan qonun etgan deb. Yani ben tushunmadim. Ben nimishqa bu yerga bizning odamlarni o terroristlar bilan bizga qo'yib bu misolni bu yerga berganligini. Ondan biznikini genocide deganda maskeldan, ya'ni to'plich o'ltirish yo'q. Ondan qo'yib etish bor debdi va buni bizniki men obdan anlar, ya'ni urug' tuqqanlar sizlar 3 oydan 5 oyga chiqadi ekan kampdan. Eğer çıkmasa berib, isbot bergan mal sotan debdi. 3 oydan 5 oyga chiqadi o. Shunga bu Holocaustning darajasiga qat'iy bormaydi. O faqat emotional, ya'ni hisiy jihatdan tuyg'ulik deb qo'ygan gap debdi. Sababi, ya'ni Uyg'urlarni hech qilib qator kilometr tizib etmagandan keyin, ondan ikkinchisi 3 oydan 5 oygacha qo'yib berdi. Ya'ni bizniki chiqadi odamlar palyachilik qilib tashkil masalan 5 million odamlarni qo'yib etsa Xitoy bir aydan keyin o'ldirgan qilib bu Holocaust yoki genosidni shartga to'shmaydi ekan. Ana ichida o'lib ketgan bo'lsa to'shadi ekan. Ana men ham tushungan yerim bular shu yahudlarni qirib etgan vaqtda ularning hammasini qirib etganligi ichir bo'lganligi oshkorlangan, men bilishimcha. Endi balkim biz Uyg'urlar hamda
ular bir tirib qutuldi axir bo'lganda isbotlarni ko'rdi. Ya'ni bizlar agar ashadan 3-4 edim qo'yib bergan degan qo'yib berdi deganga bu isbot qilib yer yozib qo'ygandiki 20 yil 30 yildan keyin mana o'qidim va Xitoylar qo'yib berib ekan holocaust emas kelgan deydi. Andan 5-incisi indigenous people. Bu masala kelganda mana o'rtog'lar bizlarning Uyg'urlar ichida indigenous people bor ekan. And indigenous community bor ekan. Bu yerdagi community deganlarni men qabila deb tushundim. Agar qo'pab, biroz qo'pab va community degan qabila emas, qabila tribal deydi desa umumayli. Andan bizda indigenous familylar bor ekan, bizning vatanda va bundagi chiqayotgan turlari. Gerçi o'ziniki veb-saytini elvatgan bo'lsa-mu, onu hujjatni qilayotganda ikkinchi bir xalqaro nomli shakllangan bir hujjat bor ekan. Yani bir hujjatni yutib turib, uni ikkinchisini saqlab bular. Yani bu shunaqa qilib izchil davomlashmoqda ekanmiz indigenous yo'lda. Andan Uyg'urlarni Sharq Turkistonlikni Janub bilan bade bu Shimoliy Xitoycha, Janub Uyg'urcha deb. Ma gapga undan diqqat qilmasak bo'lmaydi. Ya'ni bu Xitoyning bizning vatanni Janub Shimolda ikki bo'lganligining natijasi chiqyapti. Ya'ni buni oxir nega birda va Shimolda Xitoycha, Janub Uyg'urcha desak, ertaga bu chiq bular menga berib Shimolda Uyg'ur yo'q deb bizning vatanning shimol qismiga Xitoyning Sichuandan farqsiz bir joy bo'lib qoldi. Shunga men kelganda bundan keyin Janub Shimol deb ayirmaylik degangiz kelib kelsa, Sharq Turkistonning shimoliy, Sharq Turkistonning janubiy deyishni tavsiya qildim. To'g'ri ko'rdim o'zimcha. Andin yana bu yerda deydigan gapim, men bir gap tushib qoldi, ammo qarshıga yaqinroq bir gap. Endi 7-si kelsak, eng muhimi Amerika va boshqa davlatlar genocide deb e'tirof qildi, ammo sud bulardan so'rabdi isbotini bergan desa, shuning bilan bu ular bermabdi. Nimishki bu millionlab pul xarjlab to'plagan istixborotni bu Ahmad sudga beramiz deb. Ammo sudning qarori nima ekan desa, bular shu siyosiy maqsad bilan qilgan bo'lishi mumkin degan ilgari suribdi va bu Xitoyniki siyosiy o'yin deyarga moslashib beribdi. Andin 8-si genocide'ni faqat tug'ut cheklash bilan qaratish, ya'ni shu endi tug'ut cheklagandimi, xotinning qarqashligiga o'jatmishadiki, ya'ni Sharq Turkistonning ma'lum bir yerlarda mushli tug'ut tekshlab qo'ydi deydi. Demak, shu g'ani bu qag'ayali chek basmaydi ekan bizniki. Mike Pompeo bilan degan gaplar chek basmaydi ekan. Ya'ni kelgusida Xitoy tug'ut cheklashni to'xtatib desa, bizning vatandagi genocide shuni tugaydi ekan. Bir minut deydi. Diliyar efendining bir qistirma sakin. Bir minut. Demo, ya bence Xitoyli aqerinchimizni anglaydigan ovozimni. Bu qerinishimizning abi o'zi dedichi to'xtang degan to'xtaymadim. Ya'ni bu qerinishimizning degini hammasi to'g'ri. Bu endi u qonunni rahmat oldilar qerinishimga men qerinishimizdan nima o'qiydi, nima sohada shunday bilgim keldi. Ammo bu yerdagi masala shu. Hamma narsani shu Teyarbek, men gapni faqat anglayamadim. Mush oxir bir talam qoldi, men chiqib ketay, andan keyin siz gapingizdan aniqam bilasiz. Men gapni oxir tutib olay. Ma'qul. Men eng oxir deganda bizning vatanda bir hand, ya'ni segregation va yak bo'lmasa Uyg'urlarning Xitoylarni bo'lish ahvoli mavjud emas debdi. Va bu yerda isbot yo'q bo'lmadi debdi. Ammo men tushunmadim. Masalan, Urumchilardan, Ko'rillarning Uyg'urlarni butunlay siqib chiqarib o'tishi, Qashqar taraflarga, Xotan taraflarga kelgan ketib berib o'tishi. Va Uyg'urlarning qolmasligi bunga kirmamdi, masalan, segregation yoki apprehend degan narsaga. Va yoki bo'lmasa, cho'qim Urumchi ikkiga bo'lib, bir taraf Uyg'ur, bir taraf Xitoy yasaydigan bo'lsa, biz insonga qarshi ashartib tushamiz. Va hattoki janub qaytib o'tganlar, vatanning janubga, Sharqdan janubga yetib o'tganlarni ular konsulib o'tdi. Ya'ni bizning bo'lgan vaqtda 5 million bir konsulab qo'ydi-da, ammo bu yerda deb yo'q yetarli isbot yo'q debdi. Ya'ni men deganim, anlatgan qarindoshlar, o'zimning tavsiyasi, men buniki mizaj tushunaman. Indigenous people'ning ishi tugmayapti va buni yaqin e'lon qilgan bir kitob chiqdi, Xinjiang Year Zero deb. Uni birinchi betda indigenous people deb bizga naqlmasini berdi. Agar ma'ni tugatmasak, bundan keyin Uyg'urlar dastlab bir o'jat juturayotganlarni isbotini to'planib 20-30 yildan keyin Uyg'ur degan indigenous people deb Qashqar qabilasi, G'ulji qabilasi bo'lib ketamiz. Rahmat. Efendim sizga bir tavsiya, mushu ba'zi o'tirib qo'ygan narsalarni bo'lsa bir yozma shaklda e'lon qilib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Benim qerinishimizni kesib deydigan gapimni da'vatdamiz. Mardaqchu, hamma narsani biz manda desak, bu qurultayga qarshi o'qishga da'vatdi deb o'ylab qoldi o'sha qadamda. Nurgul Saud xonimmi dedi-ku, shuni o'qinglar, o'qinglar deb. Men dedim, yetarlik o'lmabdi. Hukmnomadachu yetarlik o'lmabdi, genocide 40-yillik bo'lganga yetarlik o'lmabdi. Hamma oxirgi minut sekundda
bir adamning doktor Zıvanğı deyme isimlisi. Kelgüsü to'g'risidagi bir mo'lchari Uyg'urlar oz tug'ildi degan bilan bo'lib qoldi. Shunga hozirgi qiyinchimizga men rahmat aytaman. Cho'qim yozmachi yezib aytam, bizning vaqtimiz yo'q uchun o'qib bo'lmayrimda deb hammani açık chiqib. Yetib bo'lolmayotganmiz yani temi bekchiq. Shuning uchun qarindoshlar, abiyam men beshini ko'rsatganimdek haftalab so'tchisi degan 4 tal xatni o'qish xo'shaqmaydigan bir to'plam biz. 4 tal xat nima ekan deb bir tarjima qilib ko'rib baksa, aşı qaqning aşı o'yinlarga ahmoq bo'lib yurmaydi, to'pladi. Shuning uchun o'qiganlar, bilimi borlar, bu narsalarni tushuna oladigan qarindoshlar bir millatni shu oydinlari, o'yqoq odamlari yetaklaydi. Bunu yetişmen burunmu dedim, yetiş bulanmayımız biz. Hazır bizden zaten mavi ziyaliyken, akademikken diyelimizden 90% diplomluk cambak diye bizden millet şu. Mesela şu hükümde okup bu doğru sözleş, o institutların işi. Ben kandan nimi deptu de bunu analizleş. Onu okumaydı. Bizim institut akademiklerimiz Erkin Asya Radyosu'nun belgen haberini şu menbeeden jürüydü. Sakta yani bizdeki diplomalıklar için. Şunun için qarindoshlar, yoshlar shunda bir narsani anlab qilmanglar. Yozmicha, o'qinglar, ko'ringlar, yezinglar. Shu vaqtida Erkin Asiya radiosuning yana birisining yong'indan mal qochirayotganini, o'tning ichidan mal o'g'irlab qochirayotganini ko'rsizlar. Shuning uchun o'qish kerak, chuqur qo'limizga o'qishimiz kerak. Undan keyin men bu tashkiliy narsalarga tushib ketgan bilan yezishga bekchiq vaqtim yo'q. Yezishinglar kerak qarindoshlar. Rahmat chapandim degandek, hamma narsani yozmicha izi qilish kerak. Chunki so'z uchar, yoziqalar deydi-ku. Bir ma'lumimiz bekchiq shiltidi, buni to'g'ri.